Assalomu alaykum. Mana yangi obyekt oldim. Mana xudo xolasa polni shpaklevkadan chiqarayotganimda video qo'yaman. Toshkent bo'ylab remont qilyapmiz. Shpaklevka kraskasi bilan 145 ming 50 mingdan qilyapmiz. Xudo xolasa stikli hovuzlar yopishtirib, ana bu yerlarga, sanuzellarga mana kafellarni urib, cho'tka qilib, ana bu yerga ham cho'tka qilib nima qilamiz? Urib, kimda-kim mana uyini remont qildiradigan bo'lsa, Toshkent bo'ylab qilib beramiz. Odam bor. Hamma adilchilarimiz zakonda ishlaydi. Hammasi zo'r. Qiziqadiganlar yozib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.